Savol ham bermaysiz bir jurnalistga o'xshab. O'zimga savol beradigan bo'lsam, siz aytishingiz kerak edi. Sizni qanday odamlar ranjitadi? Dehqonim, deyishingiz kerak edi. Bo'ldi, Dehqonim. Sizni qanday odamlar ranjitadi? Menimcha hamma odam ranjitadi. Sizni ilg'amagan, sizni tushunmagan, tanimagan odamlar, ruhingizni tanimagan odamlar meni juda ham xafa qiladi va yana bir toifa odamlar bor. Ammo men bu ishlab ruhiyat ustida ishlab ranjimay qo'yganman, lekin baribir tabiatim bunga qarshi bora olmayman. O'g'ri odamlarni qabul qila olmayman. O'g'ri. Ha. Ilm o'g'irlovchi, g'oya o'g'irlovchi, koperut stavit qiladiganlar bo'ladi-ku. Shuni umuman qabul qila olmayman. Edingiz. Endi Maksimga biz xato qilmadik degan o'y fikridaman. Xotirjam bo'lib qoldingizmi? Endi yaxshi haydayapmanmi? Ha. O'zi tirbandlik ham ko'p bo'ldi. Endi shunaqa talantingiz ko'rinadigan joy bo'lgan yo'q, shunaqa. O'zi lekin Tirbandlik yaxshi shofyorni yaxshiligi tirbandlikda bilinadi. Va yaxshi odamni ham yaxshiligi tiqilinch vaziyatlarda bilinadi. Falsafa. Zo'r.